2026-yilning ham bir oyini allaqachon yakunladik. Shu vaqtgacha hech o'ylab ko'rganmisiz? O'tgan 3-4 yil ichida biz uchun qanday va qancha ajoyib animelar ishlab chiqarildi? Deyarli hech qancha. Sababi anime sanoati qaysidir ma'noda o'zining old auditoriyasini yo'qotayotgandek. 2000-yillar boshida animelar endigina dunyo miqyosiga chiqayotgan vaqtlar edi. Lekin oradan 2 yil o'tib, 2002-yildan 2015-yilgacha bo'lgan vaqt oralig'ida anime janri shunchalik rivojlanib ketdiki, ba'zi anime tomoshabinlari u paytlarni animeni gullab yashnagan vaqtlari deb aytishadi. Sababi aynan shu yillar oralig'ida bizga tanish bo'lgan Naruto, Bleach, One Piece, Attack on Titan kabi mashhur franchizalar taqdim qilingandi. Va yuqorida aytib o'tgan animelarimni deyarli yer yuzidagi barcha odamlar bir marta bo'lsa ham eshitishgan. Aniq ko'rgan deyish qiyin, ammo bir marta bo'lsa ham eshitishgan. Hozirgi kunga kelib anime tomosha qiluvchilari animelarni sifatli tarzda tomosha qilish ham ommalashgan va qulaylashgan. Lekin bundan nima naf biz uchun qiyqiriq anime taqdim qilinmasa? Yangi chiqayotgan animelar esa atigi 12 ta qismdan iborat va undagi syujet ko'pchilikni hayron qoldira olmaydi. Aytishingiz mumkin 12 ta qismli animelar ham yaxshi-ku deb. To'g'ri, ulardagi grafika va qisqa syujet ham yaxshi, ammo hali hamon bu animelar na Narutoga va na Titanlar hujumiga yaqinlasha oladi. Sizda yana savol tug'ilishi mumkin. Siz hozir fil bilan chumolni taqqoslayapsiz deb. To'g'ri, ammo bunga ham javob bor. Tangani ikkinchi tomoniga nazar solaylik. 2000-yildan 2009-yilgacha animelarni ishlab chiqarish juda ham qiyin bo'lgan. Tabiiyki, u vaqtlarda hozirgidek texnologiyalar yo'q bo'lgan va anime ishlab chiqaruvchi studiyalar birgina anime uchun juda katta byudjet ajratishgan. Albatta, biz o'ylagandan ko'proq summa. Va o'sha vaqtdagi animelarda zaifroq 2D grafika, biroz xunukroq ko'rinadigan animatsiyalar bo'lgan. Ammo bu animelardagi syujet har bir anime tomoshabinini qoyil qoldira olgan. Ular hech qanday grafika va zaifroq 2D grafikaga qaramagan. Shunchaki tomosha qilishgan. Hozirgi kunga kelib anime ishlab chiqaruvchi studiyalar ham ko'paygan va animeni ishlab chiqarish ham 2000-yillarga nisbatan sezilarli darajada osonlashgan. Hattoki hammamizga mashhur Disney ham anime ishlab chiqarishini qo'llab-quvvatlagan. Lekin shuncha qulaylik bo'lsa-da, tomoshabinlarga hali hamon birorta shedevr taqdim qilinmadi. O'zi 2000-yillar boshida bizga qaysi animelar taqdim qilingandi? Bir yodga solib olsak, 2000-yilda bizga Inuyasha animesi, 2002-yilda Naruto animesi, 2004-yilda Bleach va Monster animesi, 2006-yilda O'lim kundaligi va Code Geass animesi, 2008-yilda Toradora animesi, 2009-yilda Fairy Tail animesi, 2011-yilga kelib esa Hunter x Hunter, Qilich san'ati online, Psixopat kabi animelar taqdim qilingan va bu sanab o'tganlarimiz mashhur animelar bo'lib, bulardan tashqari ushbu yillarda yana yuzlab qiziqarli animelar ishlab chiqarilgandi. Naruto yoki One Piece animelarini aniq eshitgansiz. Undagi grafika hozirgi animelarga qaraganda biroz pastroq bo'lsa-da, tomoshabinni hayratlantira olgan. One Piece animesi 2022-yil bo'lsa ham ishlab chiqarilishni davom etmoqda. Ammo yangilangan grafikada emas, o'sha eski grafikada animening qismlari ishlab chiqarilishni davom etmoqda. Animeni yangi va qiziqarli grafika bilan ham ishlab chiqarishsa bo'lardi, lekin bu One Piece animesining auditoriyasiga yoqmasligi mumkin edi va to'g'ridan-to'g'ri animening reputatsiyasiga ham katta ta'sir o'tkazardi. Tasavvur qilib ko'ring, One Piece animesining ilk qismi 1999-yilda taqdim qilingan va o'sha vaqtdagi 7-8 yoshli oralig'idagi bolalar ushbu animeni tomosha qilishgan. Mana qariyb 23 yildan beri ishlab chiqarilayotgan anime hali hamon o'sha eski grafikada ishlab chiqarilyapti va uni ilk qismlardan oxirgi qismgacha ko'rib chiqqan odamlar qariyb 30 yoshga kirishmoqda. Shu sababdan ham One Piece yaratuvchilari animeni oddiy va tushunarli, ammo kuchli syujet bilan ishlab chiqarishni davom ettirmoqda. Va bu ajoyib. Bu videoda men hozirgi animelarni yomonlash niyatim yo'q. Biz shunchaki animelarni taqqoslayapmiz. Shunday ekan, hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan animelarga ham biroz to'xtalib o'tamiz. 2020-yildan 2025-yilgacha qanday animelar taqdim etilgandi? 2020-yil Jodugarlar jangi, Mabut minorasi, Iblislar qotili kabi animelar taqdim qilingan. 2021-yil Tokio qasoskorlari, Omadsizning qayta tug'ilishi kabi mashhur franchizalar taqdim qilingan. 2022-yil esa ko'pchilik uchun qiziq yil bo'ldi va bu yilda biz uchun Arra odam, Bleach, Ming yillik qon urushi, Josus X oilasi kabi animelar taqdim qilingan. 2023-yil Jodugarlar jangi animesining 2-fasli, Vinland Saga animesining 2-fasli va Frieren animelari taqdim qilingan. 2024-yil Solo Leveling, Iblislar qotili, yangi arki, Ninja Kamui va Shamolni bo'ysundirish kabi animelar taqdim qilingan va Solo Leveling haqida alohida video oxirida gaplashamiz. 2025-yil Arra odam Reze hikoyasi, g'urur bilan gullaydigan qiz, menimcha nomini to'g'ri aytdim.
Agar noto'g'ri aytgan bo'lsam, kommentariyada yozib qoldiring. Bir zarbali odam animesining 3-fasli, Josus X oilasining 3-fasli va Ko'k zindon animesining 3-fasli ommaga taqdim qilindi va bo'ldi. Shaxsan o'zim bu animelarni yarmini tomosha qilganman, lekin nimaga hammasini emas? Tomoshabinlar orasida allaqachon ushbu animelarni ko'rib tugatganlar ham bo'lsa kerak. Shaxsan o'zimga Tokio qazoskorlari va Ko'k zindon animesi juda ham yoqadi. Sababi anime rostdan ham sizga motivatsiya bera oladi. Va bu o'zimdan misol. Lekin yangi anime tomoshabinlari orasida ushbu ikki anime juda ham ko'p muhokama qilinadi. Solo Leveling va Jodugarlar jangi. Ikkala anime ham qisqa va chiroyli grafikaga ega, ammo undagi qahramonlarning kuchi aql bovar qilmas darajada kuchli qilib ishlangan. Jodugarlar jangi animesidan Gojo bo'lsa, Solo Levelingdan Jinwoo va bu qahramonlar animening asosiy kuchli qahramonlaridir. Ba'zilar esa mana shu ikki qahramonni anime olamidagi eng kuchli qahramonlar deb o'ylashadi. Lekin ular adashgan. O'zi bir animeni ikkinchi boshqa animega taqqoslash bu ahmoqlik va bu hech qaysi yo'l bilan to'g'ri chiqmaydi. Masalan, Naruto animesidagi asosiy kuch mezoni 3 ga bo'lingan. Ninjutsu, Taijutsu va Genjutsu. Ular chakra orqali boshqariladi. Solo Leveling esa umuman boshqacha. U yerda asosan kuch daraja oshishiga qarab ko'tariladi. Dragon Ball esa umuman boshqacha. U yerda asosan kuchga erishish uchun hard work va katta mehnat kerak bo'lgan. Ammo nayloj, tomoshabinlar shuni xohlar ekan, biz ham buni amalga oshiramiz. Ya'ni kim Gojo yoki Jinwoo barcha anime qahramonlaridan kuchlimi yoxud kuchsizmi? Shuni aniqlaymiz. Kommentariyada meni so'kib tashlashdan oldin videoni oxiriga tushib ko'ring va keyin o'z xulosangizni yozib qoldiring. Lekin so'kmang. Gojoni rostdan ham kuchli deyishadi va ular rostdan ham haq. Gojo juda ham kuchli personaj, faqat o'z olamida, ya'ni Jodugarlar jangi animesidagi eng kuchli qahramon bu Gojo. Bo'ldi. Boshqa ta'rif berish menimcha kerak emas. Endi rostdan ham jinnilikni boshlaymiz. Naruto animesidagi Madara Gojoga qarshi. Va buni qanday ta'riflashni ham bilmayman. O'zi Sasuke'ga qarshi Gojoni qilmoqchi edim, lekin bu nohaqlik ekanligini anglab yetdim. Chunki Sasuke bu ikkinchi qahramon. Agar Jodugarlar jangi animesidan Fushiguro Megumi bo'lganda Sasuke'ni qarshi qilardim. Xullas, Gojo Madaraga qarshi jangda osongina Madara g'olib bo'ladi. Va buni maydalab o'tirish kerak emas. Jang taqdiri hal. Yana bir bor aytaman, Gojo juda ham kuchli qahramon emas, agar butun boshli anime qahramonlari bilan taqqoslasak. Lekin nega aynan Madara Gojoga qarshi chiqqan? Ya'ni chiqarganmiz. Naruto olamidagi qahramonlarni oson yengadi deysizmi? Balki shundaydir, ammo Jodugarlar jangi animesidagi Gojo eng kuchli bo'lgani sabab Narutodan ham eng kuchlisini olishga qaror qildik. Shunday ekan, Jinwoo'ni ham shunday taqdir kutib turibdi. Keling, bu g'alati jang mavzusini yopamiz. Bu bilan men nima demoqchiman? Har bir yangi anime ko'rganingizda bevosita anime ichidagi kuchli qahramonni siz eng kuchlisi deb o'ylaysiz. Va bir tomondan haqsiz, ammo anime olami juda ham kengligini unutmang. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida Neko bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.